Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga 4 ta o'sha qurilayotgan obyektga kelib, nima ishlar bo'lganini ko'rsataman va narxlarini ham aytib o'taman. Har bir yiliga nasib qilsin, 1 oy ichida shu yerda bitgan bo'ladi. Bir hafta oldin qo'ygan videoyimda bunaqa devorlari yo'q edi. Esinglarda bo'lsa, videoni mana shu joyda kichkina yozuvchida chiqadi shu videoni linki. Bitta bossanglar eski videoni ko'rsanglar bo'ladi. Mana bir haftada shunchalik o'zgarish bo'libdi. Narxlari ham zo'r. Bunisi 160 ming, tagida podvorlari bor, 6 ta xonasi bor. 100% bitirib beriladi. Mana shu ekraningizda chiqib turgan rasmdagi holatdagi bitiriladi. Mana bu yerda ham rasmlari turibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Xuddi shu holatda bitirilib beradi sizga. Shundan kirasiz, mebel texnikalaringizni olib kirib, bemalol yashasangiz bo'lardi. Bunisi 160 ming, tagida 42 mi 45 mi kvadratli podvoli bo'ladi. Bunisida ham podvoli bo'ladi. Ikkalasi bir xil bo'ladi, lekin buni narxi 5 ming arzonroq. Sababi bu tomonda mana kelinglar, ko'ringlar, bu tomonda buni oynalari bor. Rasxodi ko'proq bo'lgan 5 ming dollar, shuning uchun qimmatroq 160 ming, yana kelishtirib beriladi. Agar siz ipoteka qilaman desangiz, ipotekaga ham gaplashsangiz bo'ladi. Mana shu ko'rdinglar, bu yoq tarafida ham oynalari bor. Mana ustalar hozir suvoni tashqarisiga o'tishgan, ichkarilari 100% bitgan suvolari. Endi tashqarisi boshlandi. Tez kunda uyni 1 oy ichida 100% bitirib berishadi. Xat hujjatlarida muammosi yo'q, nomingizga sразу o'tkazib ham berishadi. Hozirdan gaplashsangiz 5 ming dollar, 10 ming dollar arzonroq olishingiz ham mumkin. Pastda egalar nomeri. Ketdik, ichkaridagi planirovkalarni ko'rsataman. Siz ham uy joyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, reklama qilmoqchi bo'lsangiz, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, borib chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lamiz. Agar mana shu joydan chiqa olsam, mana shu joyini bo'lmasa keyingi xonani uyni ko'rsatamiz. Mana bemalol bo'tki bitta mashina sig'adi. Ko'ryapsizlar, bitta mashina sig'adi. Darvoza xonalari ham katta. Bu tarafda tashqari uchun sanuzeli, nima deydi, hojatxonasi joylashgan bu yerda. Bu yerda mana kichkinagina zeleniy zona qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham podvol bor, o'rtoqlar, podvol bor. 45-46 kvadrat. Pastda egalar nomeri, bemalol telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni so'rasangiz bo'ladi. Siz ham agar quruvchi bo'lsangiz yoki quruvchi tanishlaringiz bo'lsa, biz mana oldindan obzorni boshlaymiz, uy bitishdan oldin. Nima uchun? Men obunachilarimga yaxshi joy tavsiya qilishim kerak. Sifatli qurilgan joy tavsiya qilishim kerak. Bu quruvchilar qilayotgan ishiga javob beradi, sifatiga ham javob beradi. Sababi mana ko'ryapsizlar, bitta shilaka blok yo'q bu yerda. Faqatgina o'tgan safar tomga chiqib ko'rsatuvdim. Tomlarni o'sha ikkita uyga o'rtasidagi tomlagagina shilaka blok ishlatganlar. Bo'lmasa mana devorlariga ham pishgan g'ishtdan ishlatishyapti. Mustahkam qurilyapti uy. Bemalol kelib o'zingizlar ko'zdan kechirsanglar ham bo'ladi. Xo'p. Kelinglar. Kirasizlar, mana bu yerda bitta kichkina hol bor. Bemalol mana TV zonalari bo'ladi. Kabellari ust kabeldan bo'ladi. Ana oddiy arzonchi kabellar emas. Hamma narsa sifatli ishlatilinadi. To'pli polli narsalari Turkiya dedilar. Bular ust kabellar, mana ko'ryapsizlar, tepalarigacha polniy o'sha yaxshi baquvvat plitalarni tashiganlar. Bu tarafda o'zini oshxonasiga ega. Oshxonasiga ham TV zonalari va bu yerga o'sha televizorni hamma kerakli funksiyalarini shnurlari yetib kelgan. Mana bu plan bilan hamma narsasi, elektr ishlari ham joy-joyiga tashab ketilgan. Bu yerda rom bor. O'zingizlarning hovlinglarni, misol keyin bu yerda ovqat qotgan bo'lsalar, eshik taqillab qolsa, shu yerdan bemalol qaranglar. E'tibor beringlar, akfa romlari qalin 2 qavatlisidan. Xo'p, davom etamiz. Pastda egalarining nomeri, bemalol telefon qilib savdolash, xarid qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda umumiy sanuzeli joylashgan. Bu tarafda bitta yotoqxonasi bor. Mana yotoqxonaga mo'ljallangan xona va o'zini orqa hovlisi bor. Mana orqa hovlisi. Ko'pchilik bir g'ish qurib ketyapti. E'tibor beringlar. Bu mana 1,5 g'ishdan qurilgan. Bu yerda ham akfa romlari bor. Zaldan orqa hovliga qaragan tomoni. Xo'p, davom etamiz. Mana bu yerdan podvolga tushsangiz bo'ladi. Bu yerdan 2-qavatga chiqsangiz ham bo'ladi. Mana bu o'sha kattagina 1-qavat uchun zal, bemalol 20 ta 25 ta mehmoningizni bu yerda kutsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerdan podvolga tushasiz va 2-qavatga ko'tarilasiz. Ketdik, 2-qavatga chiqamiz. Siz ham uy joy sotaman deb qiynalayotgan bo'lsangiz, pastdagi tepadagi nomerlarga telefon qiling, o'zim javob beraman va chiroyli qilib uyingizni Boshpana TV YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Yana nimani aytmoqchimanki, bu xonadon aynan siz ko'rayotganingiz 155 ming dollar narxi. Ipotekaga ham berishadi, uni gaplashasizlar.
naqd olsangiz 155 ming, ipoteka olsangiz endi nalogi chiqishi mumkin, narxi o'zgarishi mumkin. Bemalol egalarini pastdagi nomerlar bilan telefon qilib bog'lanib gaplashsanglar bo'ladi. Eslatib o'taman, Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod mahallasi Beruniy ko'chasida turibmiz. 1,5 sotuvga tushgan 6 ta xonasi bor, alohida oshxonasi, alohida 45 kvadratdan oshuroq, adashmasam, podvoliga ega. Ikkinchi qavatga chiqdik, birin-ketin ko'rsataman. Ikkinchi qavatda birinchi mana yotoqxonasi, tepalariga e'tibor beringlar. Qanaqa taxtalar ishlatilyapti? Qalin-qalin, kichkina taxtalar emas. Bu yerda yana bitta yotoqxonasi bor, mana ko'cha tarafga qaragan oyna romlari bor. Akfa romlari, umumiy sanuzeli joylashgan. Bu yerda yotoqxona, mana orqa hovlisiga qaragan romlari bor, u ham akfa romlari. Bu yerda hammasi 100% bitirib beriladi. Mana bu yerda master spalni o'zini sanuzeliga ega va mana spalni xonasi. Xo'p, Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod mahallasi Beruniy ko'chasida 4 ta uy qurilyapti. 4 tadan birinchisi Tartsovoyda joylashgani 160 ming, 6 ta xonasi bor, alohida podvoli, alohida oshxonasi bor. Ikkinchisi, buni ham podvoli bor, alohida oshxonasi, 6 ta xonasi bor, faqat Tartsovoyda emas, 155 ming dollar. Bundan keyingilari ham xuddi shunaqa, faqat podvoli yo'q ularning. 6 ta xonasi bor, alohida oshxonasi bor. Xuddi shu planirovka. 140 ming dollardan u ikkitasi. Hozirdan telefon qilsangiz, yaxshigina skidka qilib berishadi. Hozirdan xarid qilsangiz, 1.5 oyda polni bitirib berishadi, 100% holatda. Va yana nimani aytaman? Ko'pchilik ipotekaga so'rayapti. Ipotekaga ham aynan shu xonadonlarni gaplashsanglar berishadi. Uning uchun egasini nomeriga telefon qilib, kelib ko'rib, savdolashib, ipoteka masalasini ham bitta ko'rib chiqasizlar. Bular qarshi emas, berishga berishadi, faqat narxlarini kelishib olasizlar. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Sizni ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsangiz, mana bugun telefon qildilar, bitta dodi 4 ta 5 ta makler chaqirdim. Ha dedi, men bilan talashib tortishdida, ketdi. Xo'p, men sotib beraman deb yo'q bo'lib ketdi. Shu bilan u qimmat sotish uchun klient qidirib yuribdimi dedilar. Unaqa qiynalayotgan bo'lsangiz, menga telefon qiling. Men o'zim, mana tepada nomerim, men o'zim chiroyli qilib borib obzor qilaman-da, o'zingizni nomeringiz bilan reklama qilaman. Odamlar sirazi o'zingizga telefon qiladi, sirazi uyingiz sotilib, ishingiz bitadi. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Shunaqa uylardan har bitta obunachimga eng kamida shunaqa uylardan nasib qilsin. Kommentariyada duo qilib yozib yuborgan har bir insonga 2026-yilda Allohim nasib qilsin. Demak, keyingi boshpanalarda chiroyli uylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.